Assalomu alaykum qadrdonlar, parrandash qog'ozlari. Mana tovuqlarimiz. Bularni chiqarmadik. Ertalabda yemini, o'tini berib qo'ydik. Tug'ishibdi ikkita. Tug'ibdi. Hozir endi tuxumlarini olib qo'yamiz. Mana tuxumlari katta-katta. Tuxumlarni ham olib qo'ydik endi. Bularni chiqarmaymiz, chiqarsak hech qaysini hozir chiqarmaymiz. Chiqarsak agarda kartoshkalar ekilgan chiqib qolibdi, shularni yeb ko'lab tashlayapti. Mana tovuqlarimiz. Bunisi qora shahzoda xo'roz, bunisi dakam makon. Hozir endi o'tkalarni ham oldiga boramiz. Ular ham ichkarida, tashqariga chiqmagan. Mana endi o'tkalarga tagiga ham yetib keldik. Mana endi o'tkalarimizni kataga. Mana gnezdalari. O'tlarni olib kelib solib qo'yganmiz. To'ldirib qo'ygandik yeb tanchasini. Endi o'tkalarimiz gnezdalariga pat to'kishni boshlab qolibdi. Patlarni ham yig'ib qo'yibdi anchagina. Bularni odati doim gnezdaning tepasida yotadi. Mana xo'rozi. Bunaqa xo'rozlarni boqib 2 yosh qilsa 10 kilocha go'sht qiladi. Yaxshi qarasa 15 kilo, 20 kilogacha qilsa kerak. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.